Aktyor Yigitali Mamajonov Daryo internet nashri uchun intervyu berdi. Suhbat davomida aktyor ko'nglidagi qizni topganini, uning shou biznesga umuman aloqasi yo'qligi, yaqin vaqt ichida u bilan turmush qurish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Menimcha erkak kishi uylanmasdan yursa bo'lmaydi. Menga yoqadigan, har tomonlama to'g'ri keladigan ko'nglimdagi qizni topdim. Xudoyim bizni uchratdi. Hozir birgamiz, Xudo xohlasa to'yimiz ham yaqin vaqtda bo'lib o'tadi. Sevgan qizimning shou biznesga umuman aloqasi yo'q. Uni qayerda istiqomat qilishini ayta olmayman, ammo O'zbekistondan emas. Aktyor bo'lajak turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgani haqida alohida to'xtaldi. Qadrdonlar bilan oilaviy o'tirgan vaqtimiz, ular ham oilaviy hordiq chiqarishayotgan ekan. Ikkita oila bir-biri bilan yaqin bo'lib, tanishib qolib, ko'nglimga o'tirganligi uchun mening prinsiplarim, xohishlarim u insonda namoyon bo'lgani uchun ham aynan uni tanladim. Talablarimga to'g'ri keladigan va talablarimni ro'yobga chiqaradigan inson aynan u bo'lib chiqdi, dedi aktyor Yigitali Mamajonov.